Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiyaning navbatdagi nishonlari, Xarkovdagi poyezdga zarba va AQSh zavodiga hujum. Putin Rossiyada yuz berayotgan yonilg'i muammosini tan oldi. Putin yangi safarbarlikka tayyorlanmoqda. Erkaklar, tan oling, ba'zan Rossiyaning navbatdagi nishonlari, Xarkovdagi poyezdga zarba va AQSh zavodiga hujum. 23 avgust kuni Rossiya qo'shinlari Ukraina temir yo'l infratuzilmasiga 5 marta hujum qildi. Xarkov viloyatidagi Limanovka stansiyasida Rossiya droni Lizovaya Xarkov yo'nalishida harakatlanayotgan yo'lovchi elektr poyezdiga urilgan. Dron hujumi xavfi tufayli poyezd oldindan to'xtatilib, yo'lovchilar evakuatsiya qilina boshlangan. Yo'lovchilarning aksariyati poyezd xodimlari bilan birga xavfsiz masofaga chiqishga ulgurgan. Biroq ayrim odamlar poyezd yaqinida qolgan. Zarba natijasida bir ayol yo'lovchi halok bo'lgan. Yana 4 kishi yaralangan. Qutqaruvchilar voqea joyida ishlayotgan paytda Rossiya yana bir bor elektr poyezdiga zarba bergan. Ikkinchi hujum natijasida hech kim jabrlanmagan. Temir yo'l xodimlari yo'lovchilarni evakuatsiya vaqtida xodimlar ko'rsatmalariga qat'iy amal qilishga va takroriy hujum xavfi tufayli poyezdlar yaqinida qolmaslikka chaqirdi. Odessa viloyatida ham Rossiyaning reaktiv shahid droni yo'lovchi poyezdi lokomotiviga urilgan. Poyezd oldindan to'xtatilgani sababli temir yo'l xodimlari 593 nafar yo'lovchini, jumladan 15 nafar bolani xavfsiz hududga evakuatsiya qilishga ulgurgan. Ma'lum qilinishicha, 2026-yil boshidan buyon Rossiya Ukraina temir yo'l infratuzilmasiga 1534 marta hujum qilgan. Shuningdek, 23 avgust kuni Rossiya Sumy viloyatining Krasnoyansk shahrida AQShning Mondelez International kompaniyasiga qarashli zavodga dronlar bilan zarba berdi. Hujum natijasida 5 kishi yaralangan. Zavodga kamida 3 ta zarba berilgani, ma'muriy va ishlab chiqarish binolari zararlangani aytilmoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sybiga Rossiyaning AQSh biznes manfaatlariga qarshi bunday hujumlarni nafaqat Ukrainaga, balki Yevropadagi Amerika iqtisodiy manfaatlariga ham to'g'ridan-to'g'ri zarba deb baholagan. Mondelez International'ning Trostyanisdagi fabrikasi Ukrainadagi yirik qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilaridan biri hisoblanadi. Korxona Corona, Milka va Max Fan shokoladlari, Barni biskvitlari, Tuk, Oreo va Belvita pechenelari ishlab chiqariladi. Fabrika hududida shuningdek Yakobs va Carte Noir qahvalarni qadoqlaydigan korxona ham faoliyat yuritadi. Bu Rossiyaning mazkur zavodga birinchi hujumi emas. Yil boshida ham Rossiya raketa bilan zavodga zarba bergan edi. O'shanda ishlab chiqarish binolaridan biri zararlangan, qurbonlar bo'lmagan. Putin Rossiyada yuz berayotgan yonilg'i muammosini tan oldi. Rossiya yonilg'i bozoridagi barcha muammolar hali to'liq hal etilmagan. Biroq hukumat ularni bartaraf etish ustida ishlamoqda. Bu haqda RBK yozmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Vesti axborot xizmatiga bergan intervyusida hukumat vaziyatni nazorat ostida ushlab turganini va muammolarni hal qilish uchun maxsus komissiya ham tuzilganini aytib o'tgan. Barcha masalalar hali to'liq hal etilmadi, ammo ular hal qilinmoqda. Hukumat raisi bu masalalarni nazorat ostida ushlab turibdi. Maxsus komissiya ham tuzilgan. Albatta, odamlar uchun muayyan noqulayliklar bor. Biroq hukumat albatta vaziyatni nazorat qilish kerak, degan Putin. Rossiyaning ayrim hududlarida yonilg'i yetkazib berish bilan bog'liq uzilishlar may oyining oxiridan boshlangan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning 80 dan ortiq hududida yonilg'i savdosiga to'liq yoki qisman cheklovlar joriy etilgan. Iyul oyidan boshlab ayrim hududlarda bu cheklovlar yumshatila boshlagan. Muammoni yumshatish maqsadida Rossiya hukumati qator choralarni ko'rgan. Iyun oyida bosh vazir o'rinbosari Aleksandr Novak ichki yonilg'i bozorini barqarorlashtirish bo'yicha qo'shimcha choralarni ishlab chiqishni topshirgan. Shuningdek, aviatsiya kerosinini eksport qilish taqiqlangan. Iyul oyi boshida esa Rossiya neftni qayta tashlash zavodlariga yil oxirigacha Euro 3 standartlariga javob beradigan benzinni sotishga ruxsat berilgan. Oradan bir necha kun o'tib dizel yonilg'isi eksportiga ham taqiq joriy etilgan. Putin yonilg'i bozorini ta'minlash bo'yicha qonunni ham imzolagan. Hujjat jumladan to'g'ridan-to'g'ri haydalgan benzinni boshqa komponentlar bilan aralashtirishga ruxsat beradi. Bundan tashqari Rossiya yonilg'i import qilishni ham boshlagan. Bosh vazir o'rinbosari Novak hukumat tomonidan ko'rilayotgan choralar natija berayotganini bildirgan. Uning aytishicha, ayrim hududlarda cheklovlar bekor qilinmoqda. Faoliyat yuritayotgan ayoq ishlar soni ortmoqda va navbatlar qisqarmoqda.
Ukraina shu bahorda Kremlni yuqori neft narxidan keladigan daromaddan mahrum qilish uchun zavodlarga hujumlarni kuchaytirdi. Dron zarbalari Rossiya benzin ishlab chiqarishining katta qismini ta'minlaydigan korxonalarda ishlab chiqarishni to'xtatib qo'ydi yoki kamaytirdi. Soha manbalari Reuters agentligiga Rossiya iyun oyida taqchillik tufayli Osiyodan dengiz orqali yonilg'i import qilishini ma'lum qilgan edi. Agentlikning bildirishicha, Rossiyada benzin ishlab chiqarish hajmi 2025-yilning iyun oyidagi o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan 25% ga kamaygan. Putin yangi safarbarlikka tayyorlanmoqda. Iyul oyida Kaliningrad viloyatida safarbarlik e'lon qilingan taqdirda qanday harakatlanish bo'yicha harbiy mashg'ulotlar o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda The Wall Street Journal G'arb razvedka xizmatlari vakillariga tayanib yozmoqda. Nashr manbalariga ko'ra, mashg'ulotlar davomida harbiylar, jumladan hududda safarbarlik tadbirlarini o'tkazishga tayyorgarlik darajasini, safarbar qilinganlarni joylashtirish imkoniyatlarini, ularni oziq-ovqat va qurol-yarog' bilan ta'minlash tizimini tekshirgan. G'arb maxsus xizmatlari vakillarining aytishicha, shunga o'xshash o'quv mashg'ulotlari Rossiyaning boshqa hududlarida ham o'tkazilmoqda. Biroq ular aynan qaysi hududlar haqida gap ketayotganini ochiqlamagan. The Wall Street Journal manbalari buni yangi safarbarlik to'lqini e'lon qilinishiga tayyorgarlik deb atagan. Ularning fikricha, sentyabrdagi parlament saylovlariga qadar safarbarlik e'lon qilinishi ehtimoldan yiroq. Shu bilan birga gazeta suhbatlashgan ekspertlar, agar Rossiya hukumatı kuzda safarbarlik e'lon qilsa, bunday qarorning amaliy samarasi qanday bo'lishi hozircha tushunarsiz ekanini qayd etdi. Ular qishda murakkab ob-havo sharoiti tufayli jangovar harakatlar sekinlashishini eslatdi. Biroq Carnegie jamg'armasi tahlilchisi Michael Kaufman fikricha, yangi safarbarlik to'lqini frontdagi vaziyatga 2027-yildayoq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yangi safarbarlik to'lqini ehtimoli haqida iyun oxiridan buyon xabar berib kelinmoqda. Eng ko'p tilga olinayotgan taxminga ko'ra, safarbarlik sentyabrdagi saylovlardan keyin e'lon qilinishi mumkin. Rossiya rasmiylari esa yangi safarbarlik rejalari borligini inkor etib kelyapti. Ular 2022-yil sentyabrda safarbarlik e'lon qilinishidan oldin ham shunday bayonotlar bergandi. Shu bilan birga 2022-yilda boshlangan safarbarlikni rasman tugatish haqida alohida farmon hanuz e'lon qilinmagan. Yangi safarbarlik haqidagi mish-mishlar fonida Kovchik huquqni himoya qilish tashkiloti avgust oyida rossiyaliklarning mamlakatdan ko'chib ketish imkoniyatlariga qiziqish keskin oshganini qayd etdi.